Oshna, odamlar havoni ko'rmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Balki baliqlar ham suvni ko'rmas. Balki balalar ucha olamiz deb o'ylashar, ha? Ha, balkim shunaqadir. Ha, qarang. Sizga qo'shilib men ham ten savollar beradigan bo'lib. Yo'q hali. Har bitta kruda bitta bo'lsa ham shunaqa jinniket savol beradigan bolalar bor. Balki shunaqa bo'lsa-chi, hey. Oshna, tasavvur qil. Aslida bu dunyo men uchun yaralgan bo'lib, barcha insonlar men uchun rol o'ynayotgan bo'lsa-chi? Voy, rostmi shunaqa bo'lsa-chi, ha? Oshna, dinozavrlar qirilib ketganiga million yil bo'lyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Unda biz nimaga endi 2024-yilda yashayapmiz? Nimaga? Rostdan ham nimaga? Oshna, balkim senga berayotgan shu savollarim ham aslida to'g'ri bo'lib chiqsa-chi? Biz buni bilmayotgan bo'lsak-chi? Balkim rostdan ham Next legenda bo'lsa-chi? Voy. Alo. Sardor aka tuzyimsiz? Aka $150 ga Matiz bor deyapsiz, arendaga. Ash turibdimi? Ishkal berib yubordingizmi? Bo'ldi, bo'lsa aytib yuboring yana aka. Xo'p. Ishkal men kelganda hamma berib yuboradi mashinasini bilib. Pravasi bor, lekin mashinasi yo'q. Bolalar haqida. Hayotdan teskari, bilasanmi? Yo'q, nimaga? Menda mana bor, lekin mashina yo'q. Ba'zilarda bo'lsa, mana yo'q, lekin mashina bor. Bu ikkisi teng bo'larmi? Hisob. Pravani olganimga 2 yil bo'lyapti. Mashinam yo'q. Qachon mashina olaman, onasining? Aka ancha oldin dadam Gentrol yangi bekordan turuvdi. Dadam minoraymi desam, ha o'g'lim minor dedi. Endi minib chiqaman. Maza qilib Gentrani aka, nima deysiz? Sen menga qara, o'z nechinchi yil eding? 2008. 2008? Trashad o'ynay. Ya, men sizga nima qilim? 2008 o'tirib, Gentra minaman, sen turayapsan. Voy, ko'chani issiqligini qarang aka. Assalomu alaykum. Bir xudoning yo'liga sadaqa qiling. Sadaqa so'rab kelaverar ekansan-da, birorta 10 grosh tishlasang bo'lmaydi, bundan ko'ra. Aka, men sadaqa so'rab ham sizdan yaxshi pul topaman menimcha. Qancha topasan? Hozir o'tirayda hisob kitob qilib beraman. Voy, nimcha issiq aka, men o'yningizni ko'taring, men konditsionerni yoqing, jon aka. Kobalt o'tiribsiz-ku. Aka, meni nech pul topishimga keladigan bo'lsak, to'xtang. Hisob kitob qilib beraman sizga hozir mana. Unaqa ko'p pul topmayman hozir. Qarang. Hisob kitob qilib beraymi? Ha, eshitib turing. O'zi unaqa ko'p topmayman. Kuniga 600 ming, 650 ming chiqib turadi. Lekin hozir issiq bo'lyapti-yu aka, bu ko'chaga issiqda chiqib, sizga o'xshagan odamlardan sadaqa bering aka deb ko'niga qaragani bo'lmayapti. Boshimdan suv o'tib ketyapti aka. Shuncha hozircha savdo past. Bo'p turibdi aka. Qarang, men sizga bitta qilib hisoblab beray, buni qo'yib qo'yay joyiga. O'zi 1 yilda 450 million pul topaman. Unda ham o 400 million, 450 million bitta emas. Maydalar bo'lib ketadi. 450 million bor hisobda aytib qo'yapman-da sizga. Menga qarang, Cobalt qanchaga olgansiz? 19 mingga tushgan kreditga olganman 5 yilga. Bo'yningizga mol dipini osib olibsiz aka. Kredit olishni o'rniga bir tuzukroq ish qilib ko'chaga sadaqa so'rasangiz ham bo'lardi, yaxshiroq pul topardingiz. Mana mendan so'rang, mana krediting bormi deb so'rang, mendan so'rang. Krediting bormi? Ha, bor aka, 1 million kreditim bor. Bog' sochaman deb kredit olgan. Men uchun sadaqa so'rayapman. Bolalar nima deysizlar? Men ham Instagramga chiqib hayotim tubdan o'zgarib ketgan deb intervyu berib yorsammikin? Hayoting nima bo'lib o'zgarib ketdi desa, nima deysan? Hayotim iPhone olib o'zgarib ketgan deyman. iPhone olib o'zgarib qolgan bolalar haqida. Bolalar zaryadchigilar yo'qmidi? Telefonimiz zaryad tugab qolgan ekan. Bor. Bormidi? Yana qilsasizlar, Redmi ishlatasizlar, menga iPhone zaryadchiga kerak edi. Uzr lekin jigarlar. Bu bir iPhone olmasin ekanda. Tibba. Menga mononi ikkalasini ham o'rab berdilar, kiymayman ham. Sekin og'a, kiymayman deb olyapsan. iPhone olgandan keyin kiyinish stilim ham o'zgarib ketgan, shuning faqat Eurostyldan kiyinaman. Bunchalik kibrlanib o'zgarib ketishga nima sababchi bo'lgan? Men kibr emasman, prosta iPhone olgandan keyin odamlarga shunaqa kibrbe bo'lib ko'rinadigan bo'lib qolibman-da. Oddiy iPhone, mato'g'u, unaqa kibrga berilish shart emas. Harakat qilyapmiz kibrga berilmaslikka. Bo'lmayapti. Bari kibrlanib ketyapti. Sizlar so'radinglar, men chiqardim. Bugun sizlar bilan kontrchi bolalar haqida gaplashamiz. Yomon bo'ladi, sur. Akalari telefon qilib, "Ukatoy, ish bor edi, keling" desa, "Akatoy, band edim" deb turib oshlari 5 ga 5 kontrasasi bor, keling desa, uchib ketadigan bolalar ham kontrchi bolalar bo'ladi. Oshna kontrda eng kayf beradigan joyi qayet bilasan? Yo'q. Dushmaning avtomatda kelsa, sen yengil pichada borib, garset picholab qo'yishing kayf beradi. Buni kayfini faqat kontrchi bolalar tushunadi.
Kontrda boshqa kartalar faqat avtechka improve yig'iladi. Qanaqasiga video yig'iladi? 10 ta kompyuter bor ekan xolasi, 3 ta komanda bo'lsa o'chirib qoladi. Sen akaga, mana o'zingni kontr sostavingga bitta xona, ichida 10 ta kompyuter bor. Mobodo bu yerga degan qarindosh urug'lar bilan kelasan, bu yerda yana xuddi shunaqa 10 tali xonalardan 5 ta bor. Oho, shunda общий nechta kompyuter bor? Общий 60 ta kompyuter bor. 60 ta kompyuterda ham o'chiriting demasa, bu yoqqa bitta burilgan, bu yoqda 5 ta xona, 5 xonalarda ham PlayStation bor. O'chiriting kelguncha PlayStation bosib turasan. Nima qiladi? Gapir. Nomerlarga telefon qilib kelaverasan. O'sha kontrchi bolalarda hayotda yurishdan ham bitta tanib olsang bo'ladi. Bilasan qanaqa qilib? Qanaqa qilib? Shu kontrga o'xshab hayotda ham cheka joylarda yurib qo'yishadi. Videoda yengil kontr sostavdagi bolalarga tashab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum aka. Sizga alaykum assalom. Telefon kerak edi. Uka, mana telefon itmatlan, men senga qilib beraman. Qanaqa telefon kerak? iPhone bo'lsa yaxshi Bo'ldi, bo'lardi. men senga iPhone qilib beraman-da hozir. Sizlar so'radinglar, men chiqardim. Bilganinglardek bugun Anjon Shevada aytganda telefon purish akalar haqida gaplashamiz. Ketdik. Uka, telefon olmoqchi bo'lsang, olib sotarlardan olishing maslahat bermayman. To'g'risi, ularga ishonch yo'q-da, uka. O'zi ham olib sotasiz ularga. Bu gaping ham to'g'ri, lekin uka men senga cho'tkisini qilib beraman. Yur. Uka jonim, mana senga 12 Pro Max vashi yiltirlagandan topib qo'ydim. $500. Bo'ladimi, ko'rchi? Yag'i, telefon do'kondan olganim yaxshi ekan. Uka, to'xtagi men senga telefon do'koni mana shu xizmatini ko'rsataman. Yur. Uka, to'g'risi, lekin men olib sotarmasam faqat sen uchun. Menga aytgan bitta anjonli qatta bratanim do'koni shu Foline. Hozir olib boraman, arzon narxga senga cho'tki telefon qilib beradi. Yur. Ha, aytib qo'y. Olib sotarmasman. Kela bola, Foline do'koniga tushirsin. Aka, bu eng oqil ukam bo'lardi. Akam do'koniga olib kelaman deb, siz do'koningizga olib keldim. Arzon 12 Pro Max kerak edi. Yaxshisidan qilib bering. Ha, hozir $450 ga 12 Pro Max berdim, shuni ukaxonangizga bera oladimi? Bo'ldi, mana $450 ga 12 Pro Max. Ko'rdingmi? O'zi $500 sotilgan, prosta meni yuzimdan senga $450 qilib beryapti. Rostdan $450 mi? Ha, $450. Mayli, rahmat aka. Xo'p, salomat bo'ling. O'zim ukam ko'rdingmi qanaqa chiroyli qilib berganini, bemalol qanaqa ishing bo'lsa mana shu 11 do'konga kelaverasan. Eng qizig'i $50 ga XS berib yuborgan ham mana shu do'kon bo'ladi. Uka, xohlasang o'zim 13 Pro'm bor, $700 ga berib yuboraman. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, Aka, ko'chada hamma energetik ichib yuribdi. Men ham energetik ichkim kelyapti, bir Xudoning yo'liga sadaqa qilsangiz, bir energetik ichib yuborardim. Echkin kelyaptimi energetik? Ha, naqd pulim yoki kartada bor, uka. Olib kelaverasan. Kartadan o'tmaydi, naqd pul beravering. Ha, yo'q-da, uka. Aka, hozir kartadan bor, bundan yechib yana kartani sizga olib kelib berguncha boshimdan suv o'tib ketadi, aka. Ha, echkin kelyaptimi? Bor, olib kel. Aka, unaqa qilmang, bo'lsam tushib turing, mashinangizda bor aka, olay, pravam bor. San gaday deb biraman, nima qilyapti? Baki, olib kel. To'xtang, qayerga tushyapsiz? Bo'lsa, men plastikingizni olib o'zi borib kel. Baki. Hey, Kichik yosh men bilan mashinada ketayotganda qizing bilan gaplashmasdan men bilan gaplashib ket, oshna. Uxlab qolay deyapman-ku. jicha zerikib qolsa men ko'timga olaverasan-a? Bilmayman, men bilan gaplashib ket. Bo'pti. Bunaqa bolalar har bitta kruvda bor. Qara Kamolni? Yomon video. Yomon ekan, menga tashab qo'y. Bo'ldi, hozir. Menchi. Men ko'rsatmaysan. Meni o'tkazib Kamoldan ko'rsatib yuboryapsan. Ha, men ham kulaman shu videoga. Ostingga ham tashab qo'yaman. Kerak emas menga tashlashing. Qoch, men tushib ketaman. O Kamolda? Ha, bo'ldi, hozir yarim soat o'taman. Xo'p. Yarim soatda emas, oshna 15 minutda o'ting. Kuttirib qo'yasizmi 10 minutda o'ting. Yuring xohlasa o'zim tashlab qo'yaman. Bu eng yaqin do'stim sanu. Nima edi, doim ko'timiga olaverasan? Bilmayman xullas, bor tezroq kutib turibdi. Tvar. Assalomu alaykum aka, taksimi? Ha, taksi. Chilonzorga. Lekin tashab berolmayman. Nimaga? Hamma o'z viloyatida taksi qilsin degan yangi qaror chiqibdi-yu. Yo'q, keyinchi. Boshqa viloyatliklar Toshkentda taksi qila olmas ekan endi. Shatar bo'pti yoki tashab qo'ya olmaysizmi? Yo'q, iloji yo'q. O'zichi, vaqti ko'p pul tovaryapsizlar-da. Vaqti oshirib yuboryapsizlar. Pul topsa, kamroq pul topsanglar, shuna odamlar ko'ziga ko'rinmaysizlar. Unaqadimi, ha? Aka, Chilonzorga. ketdik. Skuterda ketishim qoldi, endi Toshkentda yurib. Ha, bo'lmasa mashinada keting. Tashab berolmayman, aka, iloji yo'q. Ha, bo'pti, necha pul? 500 ming, bir tiyin kami yo'q. Umuman kami yo'qmi? Yo'q, Sal kamaytiring. yo'q, bir tiyin kami yo'q. Yo'q, uka, menga na qarama, iloji yo'q. Endi pulimiz bo'lib turgan skuterda yuramizmi aka? Ha, bo'pti aka, yuring. Skuteringiz konditsioner yo'qmi? Yo'q. Rostdan yo'qmi? Yo'q.